Eng безопасный telefonlar bor, bir paytlar BlackBerry'lar proslушка bo'lmaydi deyishardi tam. Proslушка to'g'risida biz ma'lumotga ega emasmiz, lekin hozirgi kunda oxirgi chiqib turgan iPhone 17 misol uchun yoki Samsung Ultralarning oxirgi rusumlari juda himoyalangan hisoblanadi. Misol uchun iPhone 7 ham himoyalanganmi? Himoyalangan. Misol uchun parol qo'yib qo'ysam, ochish qiyinmi uni? Ochish qiyinchilik tug'diradi, ancha qiyinchilik tug'diradi. Himoyalangan hisoblanadi oxirgi rusumdagi telefonlar. Keyin Said Olim aka, oxirgi savolim sizga. Perfectum ko'proq beradi o'zi bilan. U proslушка bo'ladimi yo'qmi? Proslушка masalasi boshqa masala. Buni o'zi qonunga ko'ra sanksiya asosida amalga oshiriladi. Buni raqamli kirmayishga aloqasi yo'q. To'g'ri. Prosta sizga savolim. Qizuvda endi ko'proq perfectum beradi, tanishlarim ikkita telefon qilib. Unaqangi immuniteti bor kompaniyani men bilmayman. Amaliyotini kelib aytamanki, tegish o'rnatilgan tartibda sud orqali sanksiya olingandan keyin u qaysi kompaniyada bo'lishidan qat'iy nazar farqi yo'q. eshitiladi, albatta.